Oma yordamlashaymi? Ha, hozir. Tozalab bo'lay, keyin qavurib beraman. Hoppalar. Qimmat bo'lib ketibdi bu. Zambar juda foydalida, полезнada. Hmm. Vitamini boy. Bir oyga bir marta zambar yeb turish kerak. Zo'rda bu. Zo'r. Sizlar olinglar mashinadan. Mashina qosdan sizlar olinglar. Tavsiya qilamiz. Zo'rgan. 1 kilosi 100 mingdan bozorda. Biz 1 kilo oldik. 100 mingga. Dahshat chiroyli. Biz oilamizga 1 kilosi bemalol yetadi. Biz oilamizga 1 kilosi yetadi. Bemalol yetadi. Sizlar bilmadimi? Bizga yetadi. Kattalari ham bor. Kelishtirib olsalar ham bo'ladi. Kelishtirib ham berdi. Okay. Chiroyli. Ishlar qora. Oqa ham bor, qorasi ham bor. Biz qorasini oldik. Chiqib qoramaniga ko'rayotgan masalan. Okay. Hop, qora. Mashina olib eksam bo'ladi qorasidan. Mashina qorasidan bitta dona olasizlarda eksalaring bijirilib o'sib ketadi. Pullar yetmasa, pora sepinglar, pora. Pora sepsalaring ham ko'payib ketadi. Bahorga o'zi chiqadi, bilaman. Bahorga o'zi avtomatik chiqadi. Tog'amning uyidan olib kelganmiz buni. Tog'am ekganda shuni hovlisiga ursangiz to'lib ketgan. Menga kattalari bor. Tog'am bergan mana shularni. Bozorga chiqoldik, 100 ming deydi 1 kilosini. Biz esa tog'amning uyidan olib keldik. Bepulga. Menga chiroyli. Tavsiya etaman, mana